Islomda harom qilingan hazillarni bilmasangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling, bilib olasiz va shu xatolarni qilmaysiz. Birinchisi, terining rangidan hazil qilish. Ikkinchisi, o'lim haqida hazil qilish. Uchinchisi, birovning burni yoki ko'zi haqida hazil qilish. To'rtinchisi, iymon yoki din haqida hazil qilish. Beshinchisi, birovning bo'yi baland yoki pastligidan hazil qilish. Siz hozir o'ylashingiz mumkin, islomda hech narsa mumkin emasmi? Mumkin, faqat go'zal holatda. Lekin birovning ko'nglini zarracha ham og'ritib qo'ysangiz, katta gunoh yozilishi mumkin. Agar siz hazil qilgan odam sizni Xudoga soldim desa, undan yomon qarg'ish yo'q. Butun hayotingiz parokanda bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun bu videoni eng yaqin insoningizga ulashing. Ular ham kech bo'lmasdan bilishsin. Agar video yoqqan bo'lsa